Hammasi salindimi? Hastaneye kellani tushib ketmasin. Urganch shahar Nurli hayot mahallasida joylashgan ushbu 400 metr kvadratli qurilishi tugallanmagan hovli-joy sotiladi. Hovli-joy loyiha asosida bunyod qilingan bo'lib, xohlasangiz o'sha loyiha ham taqdim etiladi. Shuni davom qildirib ketishingiz mumkin. Отопление sistemalari ham to'liq o'tkazilgan. Uy egalari kotyol va registrlarni ham qo'shib berishadi. Uyning birinchi qavati to'liq pishgan g'ishtdan qurilgan. Qurilish materiallari hammasi yaxshi sifatli materiallardan qurilgan. Xullas, qolganini video davomida o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Hovli joyimiz tinch mahallada joylashgan. Zelon zonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Uning uslubi Toshkent uslubida solingan. Gaz, svet, suv hech qanaqa muammosi yo'q. Kanalizatsiya sistemalari ham o'tkazilgan. Quyida uy egalarining nomerlarini qoldirib o'taman. Ular bilan bog'lanib narxi haqida kelishingiz mumkin. Manzilni yana bir eslatib o'tamiz. Bunda stadion tarafdan kelsangizlar, o'ng'aydan asla Rasinta bozor chiqadigan ko'cha. Bu Sho'rqamatal tarafdan kelsangizlar, Sho'rqamatal tarafdagi ko'chani oxirgi ko'chasi. Ko'chani ban tarafidan kelsangizlar, yana Rasinta bozordan kelish ko'cha. Asato'xona chiqadigan oxirgi ko'cha. Agar bandan kelsangizlar, Asato'xonadan keladigan ko'cha svetofordan o'tganda yana birinchi ko'cha bo'ladi. Shu birinchi ko'chada joylashgan.